Bekar kredit topgan. Uni shapkasini bunga, buni shapkasini unga ketirish jonim ketaydi. Qarzlarim mashidan bo'lib ketdi, Ruslan. Orqa oldinga qarab mashina olmaysanmi, og'ayni? Qayerdan bilaman? Men ham biznesda saqani saqaga uraman deb o'ylabman-da. E'lon, enaga kerak. Pulini bersa otaga ham boraveraman. Faqat emizalmayman xolos. Xo'p, yigitlar. Sizlar xudo xolasa 185-enagasizlar. Prosta men 2 shuman deganinglar uchun ishga oldim. Bo'lmasam sizlarni o'shim chaqirmasdim. O'rtadagi men ketaman. Kichkina 3 yoshli qizcha ekan, o'zim boplayman. Eplaymiz. Sizlardan oldingisi ham shunaqa degan. Puli qancha bo'ladi? Aytganchilar. Mani jiyanim Bonu juda ham kaprizniy, injiq. Agar xarakteriga chidab bersanglar, puldan voshim muammo yo'q. Chidaymiz. Juda yaxshi. Unda men ishga ketdim. Sizlarga Xudo sabr bersin. Bonu, amakilarni aytganini qilgin, tushundingmi? Xayr, yigitlar. Oshna ish qilib bepul olasanmi, yana ammasidan balo qolmaylik. 4 yashar qizcha ekan, mashamaydi, to'y bersam ko'rib o'tiraveradi-da, nima? To'g'ri. Men ketdim. Bo'pti. Ko'k joy damli. Ko'kchoy? Nima qilasan ko'kchoyda? Prosta sizni ko'rib davlenam oshib ketdi. Mendan ham asabmi bu? Sizga kim ruxsat berdi bet o'tirishga? Bizni betimizda pesimiz bormi ekan? Ko'p gapirmasdan vannaga kirsangiz oyna bilan taroq bor. Taroqni olib chiqib, oynani tashlab chiqing. Aynakchi? O'zi peshingiz oyna bo'lib yotibdi-ku. Izdevательство qilyaptimi bu? Unitasini tortib oling. Nimaga? Prosta bosishga erindim. Abitgacha nima ish qilding desa, bo'q ishini qildim deb bemoral aytaman ekanda. Qonim ochda. Tasha qilib beraymi? Nima men sizga iditish kelmanmi? Bundan ko'ra do'ppiga osh qiling. Bir kishiga osh qilmayman-ku, Bonu. Pulini olganingdan keyin qilasan kalbosh. Bonu rasasabni buzyapsan, big'illatib qo'yaman hozir men seni. Ishga qara, bistro. Assalomu alaykum radio do'stlar. Va alaykum salom. Sizning taklifingiz bilan biz Zizi kompaniyasida bolalar uchun yangilik yaratdik. Qanaqa yangilik? Meni top. Nima? Zizi qadog'ini oching va o'z qahramoningizni toping. Yaxshi, o'rtoq Sotimboyev. Oyligingizni oshiraman shekilli. Yaxshi ishlayapsiz. Bo'ldi, o'zingiz yig'ishtirib oling. Mana shunga qo'l qo'yib bersangiz mahsulotni sotuvga chiqarardik. Mana, sizga ruxsat. Xo'p bo'ladi. Kelib turinglar akalar. Bonuxon, qoningiz ochmadimi mabodo? Qonim ochmadi-yu, lekin bitta sizga shartim bor. Hop. Agar shu shartimga chidab bersangiz, o'zingizga siqqan pulni beraman. Ish qilib. Cho'g' ko'proq Bonuxon. 10 minut chidab bersangiz, yetib pistingizga yetadi. Pul uchun men hamma narsaga tayyorman, Bonuxon. Bonu? Amma, mamma, buni o'zi tutqolab